Ertalabda ichilgan 2 stakan dog' suv, ya'ni iliq suv organizmingizga 3 ta foydali taraflari. Birinchisi, organizmingizda qabziyatni yo'qotib beradi, ichaklaringiz normada ishlashni boshlaydi. Ikkinchisi, bosh og'riqlaringizni yo'qotib beradi, nerv sistemangiz, qonlar torayishi va kengayishiga ham yaxshi yordam beradi. Uchinchisi, eng asosiysi, ozishingizga ham yordam beradi. Ertalabda ichilgan dog' suv qabziyatni yo'qotib, qorinlarda yog'lar eritishga yaxshi yordam beradi. Kimdirlarda ko'ngli ayniydi, kimdirlar ichkisi kelmaydi, lekin buni hammasini birdaniga emas. Ho'plab, 2 stakanni qo'yib qo'ying va bu sovuq bo'lmasin, qaynoq bo'lmasin, 50-40 gradus atrofida bo'lsin, qaynagan suv bo'lsin-da, buni 15 minutda ichida ichib tugatishingiz kerak. Ichangizni polni nima qiladi? Tozalab beradi. Qabziyatlaringizni yo'qotadi, bosh og'riqlarini yo'qotadi. Eng asosiysi, yuzga, teriga qabziyatlar yo'qolgandan keyin teringiz nima bo'ladi? Elastik, yosharishni boshlaydi. Oddiy ertalabki 2 stakan nima bilan? Suv bilan. Buni siz bilarmidingiz? Ertalabda turib siz qaynoq dog' suv ichasizmi? Kommentariyada yozib qoldiring.